Allaqachon eshitib bo'lgandirsiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti demak video selektorda rasman e'lon qildilarki, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida eng yuqori turadigan ikkita general poraxo'rlik aybi bilan qo'lga olingan va hozir ushlab turilganligi haqida e'lon qilindi. Men hozir buni detallariga to'xtalmoqchi emasman. Uni o'rniga ichki ishlar tizimi va umuman olganda davlat strukturasidagi tizimlar o'ziga qanaqa munosabatda bo'lishadi va oddiy fuqaroga qanaqa munosabatda bo'lishadi degan savolga javob berish uchun yaqin o'tmishdagi eng mashhur muhokamalarga sabab bo'lgan ikkita demak sud ishlarini bilan parallel tortib ko'rmoqchiman. Xususan Furqat tumanidagi birinchisi. Biza deylik hali sud qarorlari chiqqanidan keyin ham o'sha ichki ishlar xodimlarini demak tarafida turganlar, demak Gulirano Qosimova tarafini olib turganlarni aytishdiki, sizlar butun tizimni yomonlayapsizlar. Sizlar deylik mana shularni yomonlagan holatda, ular deylik o'sha qonunga muvofiq bo'lmagan holatda kirib borganligi yoki materiallarni keyinchalik e'lon qilganliklarini ayblagan holatda butun tizimni yomonlayapsizlar dedilar. Degan deylar. Ana endi prezidentdan xuddi shunaqa qilyaptimi, nima deysizlar? Yana u ham bor-ku, shunchaki bu uchastkovoy haqida gap ketmayapti. Katta general haqida gap ketyapti. Endi ham chiqib aytasizlarmi? Aytinglar endi. Generallar xuddi shu ish qilibdi. Mana tergov ketayotgan ekan. Xo'p, sud qarori chiqsin mayli. Unga qarshi emasmiz. Chiqib aytasizlarmi endi? Mana ichki ishlar tizimida ham shunaqa odamlar bor ekan. Bu degani butun tizimni yomonlash degani emas ekan. Eng yuqorida turgan saylangan prezident shunaqa deyapti deb ayta olasizlarmi? Bu birinchisi. Endi ikkinchisi, yaqinda bo'lgan taftish uz bo'yicha. Nimaga ikkita general qo'lga olindi va ularni aytishi bo'yicha adashmayotgan bo'lsam 180 milliard so'mni o'zlashtirgan davlat pullari bu soliqdan keladigan pullar asosan. Ya'ni o'sha xalqning puli. O'sha pullarni o'zlashtirganligi aytildi. Endi xuddi shu voqea bo'yicha nimaga tezkor tadbir videolari e'lon qilinmadi? Nimaga bu insonlarga qarshi jinoyatchi, jinoiy to'da tuzgan, xalq pullarini yegan degan demak tamg'ala bosgan holatda bitta ko'rsatuvlar e'lon qilinmadi? Sababini sizlar ham men ham bilamiz, to'g'rimi? Chunki ular o'zini tizimidan chiqqan va o'sha eski gap qarg'ani ko'zini cho'qimaydi degan gap. Va aynan agar siz fuqaro bo'lsangiz va xuddi shunaqa deylik, o'sha jurnalistlar necha pul oldi ekan deb o'ylaysiz? Biror 10 ming dollarga borarmikin, yo'qmikin? Lekin ularni jinoiy to'da va hokazo deyishdi va hozirgacha ham advokatlari bilan ko'rishib, demak mustaqil nima qilishga ruxsat berishmayotgan ekan. Shu adolatdanmi?